Assalomualaykum Ilhom aka. Assalomu alaykum. Keling kelinglar. Vaholanki yangiliklarimiz ko'p. Ko'ylak bo'ykalari arzon narxlarda sotishga harakat qilyapmiz. Yangiliklardan bir chekkadan boshlayman. 100 so'mdan. Usti pasti bo'ykalarim 100 so'mdan mashlar. Mana ko'p bo'ladi. Oho. Mana bunisi 110 ming so'm. Bu ham 100 ming. Bunisi 90 ming. Bunisi ham 100 so'm. Mana ayollarimizga uzun ko'ylakni o'zi markiza 60 ming so'm. Bunisi markizani yaxshi qilib 90 ming so'm. Xudo xolasa arzon. Ularım 50 mingdan üstü pastı bo'yicha. Aşı ikisi 50 mingmi? Buni har xil rasvetkalari bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bundan keyin ham xudo xolasa undan ham zo'rlari 50 ming so'mdan kelyapti. Video tugagandan keyin ko'rishadi. Kelaveringlar arzon. Bu yerda ham har xillarim bor. 120 ming so'mdan mana pastda. 120. Necha yoshdan necha yoshdan to'g'ri keladi? O'smir qizlar, eng kichigi 8-9 klasslarga bo'ladi. Bu yog'i kattalarga ketaveradi. Momolarga ham bor. Balani ham ko'rsating bundan modnilarini. Mashlarim 120 ming so'mdan. Usti pasta, bambu. Bu xalatni ko'rsating mana. Hozir. Bunisi mana 130 ming so'm. Dum chiroyli. Ishtoni bor bularning ham hammasini. Bunisi ham 130 ming so'm. Yana dum chiroylilari keldi. Rasvetkalari ko'p, xudo xolasa kelaverasizlar. Bularizmi o'yina bulariz? Bularim Ochib bering buni ham ko'rsataylik. bu bo'yka bu ham dim chiroyli. Qora xila ekan. Qorasi ham bor. Qani ko'rsating. Ham bor. Mana usti pasti pari bilan Oho. 80 ming so'm. Yana. Ishtoni bilan 80 ming so'mdan. Materiali ham вообще zo'r. Mana velvet material. Kelaverasizlar 80 ming so'm. Usti pasti pari bilan. Aziza Ilhom aka zo'r yangilik aytdi. Menga qarang. Boshlang'ich bahasi 50 mingdan boshlanadi ekan. Yana ishi ikkisi 50 ming dedi. Buni qorasi ham bor, qizili ham bor, ko'kez rasvetkalari ko'p kelaverasizlar xudo xolasa. Agar bu yoqmasam bu anda dun chiroylilari bor. Bular 100 ming so'mdan ekan. 90, 100, 130, 150 sotilayotgan ko'ylaklar 100 ming so'mdan. Mana mashlari Usti pasti buni 5 xil 6 xil rasvetkasi bor. Kelishlarida ajoyib, razmeri 46 dan 52 gacha. Tezroq kelib qolamiz. Bizning mestamiz 5 blokning oxiri bo'ladi. Agar 9 etaj tarafdan keladigan bo'lsangiz, 5 blokning oxirina qarab yurimiz. Chap tarafda. Bizning haqiqiy manzilimiz 1-pavilonni inang o'ng tarafida. Kelaverasizlar. Agar Hamkorbank tarafdan kelsangiz ham 5 blokning oxiri bo'ladi, lekin bank tarafdan elda bo'ladi. Kelaverasizlar. Materiallarim ham bor, avvalgi tovarlarim ham bor. O'tib oladiganlarga xudo xolasa arzon qilib ko'rib turing, hozir xalatning obzorini yeramiz. Bir zamondan keyin hozir izindan tovar chiqadi.